Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana xatmidan keyin yana hadiyalarni olishlik uchun navbatda turibmiz inshaalloh. Hadiyalarga ham yetishimizga juda ham oz qoldi. Alloh taolo shu qilayotgan ihsonlarini dargohida qabul qilsin. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma xursand chiqyapti mana. Hamma xursand. تفضل يا حاج يلا يا حاج يلا يا حاج السلام يلا يا حاج عليكم. يلا يا حاج يلا يا حاج تفضل يا حاج تفضل تفضل Shukran haydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hadiyalarimizni oldik. Ham xurmo, ham doimgi hadiyamizdan oldik. Inshaalloh ushbu qilgan insonlarda Allohning dargohida ihsonlarini qabul qilsin. Va sizlar bilan birgalikda Alloh taoloning uylariga qayta kelishni nasib qilsin. Ushbu joyning manzilini bundan oldingi videolarimizda ko'rsatganmiz. Sahifamizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Ramazon shukuhini birgalikda his qiling.